Diqqat, tezkor xabar! Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Valentina Matviyenko Toshkentga keldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Tashrif doirasida mamlakat rahbariyati va O'zbekiston parlamenti vakillari bilan uchrashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari, G'alaba kuni arafasida Matviyenko Toshkentda urush faxriylari va Leningrad qamaldan jabr chekkanlar bilan uchrashadi. Ular bolaligida O'zbekistonga evakuatsiya qilingan va bu yer ular uchun ikkinchi uyga aylangan. Federatsiya Kengashi raisi urush qatnashchilari va qamalda bo'lgan fuqarolarga 1941-1945-yillardagi Ulug' Vatan urushidagi g'alabaning 80 yilligi yubiley medallarini topshiradi. Diqqat, Rossiyaga uchib borayotganlar uchun tezkor xabar. Moskvadagi Vnukovo xalqaro aeroportida pasport nazoratida kechikishlar kuzatilishi mumkin. Rossiya tomonidan berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Moskva shahrida joylashgan Vnukovo xalqaro aeroportida 2025-yil 30-aprelga qadar pasport nazorati jarayonida vaqtincha kechikishlar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Bu holat aeroportda amalga dasturiy va texnik jihatdan yangilash ishlari bilan bog'liqdir. Yuqoridagi holatdan kelib chiqqan holda Rossiya hududida vaqtincha bo'lib turgan va ushbu aeroportdan foydalanishi rejalashtirilgan fuqarolardan safarlarni oldindan rejalashtirish kerakligi, hujjatlarni tayyor holda saqlash va aeroportga Toshkentdan Krasnodarga muntazam avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Qatnovlar haftaning seshanba va juma kunlari amalga oshiriladi. Ilk qatnov joriy yilning 8-aprel kunlari bajariladi. Avtobus Toshkent avtovokzalidan soat 20:00 dan jo'nab ketadi. Chipta narxi 900 ming so'mni tashkil etadi. Chiptalarni elektron shaklda Avtotiket sayti hamda Uzbus mobil ilovasi orqali, shuningdek, Toshkent avtovokzali kassalaridan xarid qilish mumkin.